namozning fazilatlari. Namoz dinning turiki, taat ibodatlarning ulug'idir. Namozning fazilatlari to'g'risida ko'plagan mashhur hadislar bor. Namozning eng go'zal adablaridan biri namozda Alloh taolaning ulug'ligidan surbisib ketganlikdan ayminib turishdir. Osman raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning har qanday bir musulmon farz namozni tahoratni komil ilib, namozning tartiblari va ruku sajdalarini joyida ado qilsa, cho'ng gunoh o'tkazmasla, namozi uning ilgiriki kichik gunohlarga kafarat bo'ladi. Bu mening zamonimga xos emas, har davr musulmonlarga umumiydir deganligini. Va kimki 2 rakat namoz o'qib, namozida ko'nglida hech narsa xiyol qilmasa, uning ilgir qilgan gunohlari mag'firat qilinadi deganligini rivoyat qilgan. Abdullah ibn Zubayr raziyallohu anhu namozga turganda xushu qilganlikdan yig'ochga o'xshash turadi. U sajda qilsa, qushlar uning dumbisini tam to'pis o'xshaydi deb qilib qunishadi. U bir kuni hatimda namoz o'qiyotganda manchanoq bilan etilgan bir tosh kelib, uning kiyimining bir qismini yirtib ilib ketdi. Shundaqdimi u namozni buzmagan edi. Maymun ibn Mihran aytdi: "Men Muslim ibn Yasarning namozda qimirlaganligini ko'rib baxmadim. Bir masjidning bir tarafi o'rilib tushib, bozordagilar aloqzoda bo'lib ketdi. Halbuki o asnoda Muslim ibn Yasar shu masjidda namoz o'qiyotgan bo'lib, u bu patparaqchilikqa pisatma qilib qo'ymagan edi." Zeynul Abidin Ali ibn Husayn, Alloh ulardan rozi bo'lg'ay, tahorat olgan chaqda rangi sarg'ayib ketadi. Uningga "Sen tahorat olganda ko'rildigan bu hol nima?" deyilgan edi. U: "Mening kimning oldida turishni o'ylayotganimni bilamsizlar?" dedi. Bilginki, namozning rukunlari, vajiblari va sunnatlari bordir. Namozning ruhi bo'lsa, niyat, ixlos, Alloh taoladan ayminish va qalb huzuridir. Namoz zikrlar, munojatlar va ish-harakatlarni o'z ichiga olganligi uchun huzuri qalbsiz zikr va munojatlardan maqsad hosil bo'lmaydi. Chunki so'z qalbdagi narsalarni ifodalansa, u yolg'ondir. Shuningdek, ish-harakatlardan bo'lgan maqsad hosil bo'lmaydi. Chunki qiyomda turishdan maqsad farmon bardorlik. Ruku va sajdadan maqsad o'zni tuvan tutish va Alloh taolani ulug'lash bo'lg'ach, huzuri qalb bo'lmasa, o'xshashli maqsad hosil bo'lmaydi. Chunki ish-harakat chin maqsaddan chetnigan hamon puchak shaklidan iborat bo'lib qoladi. Alloh taolaning Allohga ularning go'shlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetadigan faqat sizlarning taqvodorliginglardir. degan oyatidimi ma'lumki, Allohga yetadigan narsa qalbga hukmron bo'lgan sifat bo'lib, qalb ushbu sifat bilan talab qilingan buyruqlarga bo'ysunadi. Shunga namozni cho'qim huzuri qalb bilan o'qish lozim. Namozning beshidagi qalb huzuri namozning qolgan qismidimi hukmini davom qildiradi. Shunga arada ushtum tut basgan g'aflatni Alloh o'z inoyati bilan kechiradi. Muxtasar Minhajul Qasidin, İmam İbn Qudama al-Maqdisi. Pilalg'uchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilg'uchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilg'uchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Layihalaguchi A. Aqhun. 2024 yılı 1. nashri 1. qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom Tadqiqot Markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqatishiga ruxsat qilinmaydi.